Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga bir murojaat bilan chiqyapman. Xullas, vizit tashlayapman O'zbekiston xalqiga, barcha erkaklarga vizit tashlayapman. Arm wrestling bor-ku, arm wrestling. Xullas, kim arm wrestling tushmoqchi bo'lsa, men bilan, men Bag'dodlikman. 99-yilman. Uylanganman. Ota-onam hayot, Xudoga shukr. Ota-onamni duosini qilib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Ular bitta o'g'lim bor. O'g'limning ismi Muhammad Bilol. Sizlarni ogohlantirib etaman. Men hech kimni ayoli haqida hech nima so'ramayman ham. O'zimning ayolim haqida ham hech narsa aytmayman. Shuning uchun meni ayolim haqida hech narsa so'ramanglar. Tashqarichi shu. Xullas, butun o'zbekistonliklarga bu vizit, barcha arm wrestlinglarga vizit tashlayapman. Hozir tashab bo'ldim men. Kim men bilan arm wrestling tushmoqchi bo'lsa, Libboy bilan Libboy joyda. Meni sharoitim lekin biror joyga borishga yetmaydi, lekin sharoiti borlar kelaversin. Sharoit qilgandan keyin hozir men Bag'dod tumanida turgan bo'lsam, eng uzoq joyga ham boraveraman, sharoitim bo'lsa agar. Bunaqa sharoitim yo'q. Xullas 1 yil shug'ullanaman. 1-aprelgacha, keyingi yil 1-aprelgacha shug'ullanaman. Men zalga borib yotib olmayman. Halol mehnat qilib yurib, 5 vaqt namozimni o'qib, kun kechalari tahajjudgacha o'qib, hammasini qoyillatib, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga bo'ysungan holatda Alloh taolo roziligi yo'lida yuraman. Shug'ullanib yuraman, qarochi. Shunga shunaqa gaplar. Endi hozircha xullas yana bir gap. 1-apreldan keyin, 1 yildan keyin xullas men bilan kim arm wrestling tushsa, yiqitib qo'ysa, men shug'ullanib yiqitib qo'ysa, men erkak havasman. Kimdir arm wrestlingda meni yiqitib qo'ysa, erkak havasman. Lekin men shug'ullanib o'sha meni yiqitib qo'ygan insonni oldiga yana boraman. Shunda agar o'sha inson atkaz qilsa, bo'ldi, tushmayman desa, u insonni erkak deb hisoblamayman. Qarochi, vizit tashab bo'ldim. Yonimga erkak zoti kelsin. O'zini erkakman deb yurgan erkaklar kelsin. Ayollar kelmasinmi yonimga? Qiziqib qolsa-da agar. Xullas shunaqa gaplar. Hozircha endi shu qolganini keyin gaplashamiz.